Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, obunachilar, charchamayapsizlarmi? Charchamasdan. Oldingi issiqxonamiz. Endi issiqxonani ko'chatxonaga aylantirdik. Sekin, chunki ochiq maydon yerlarimiz ko'payib ketib, issiqxonadan ko'chatlarimiz holati bugungi kundagi. Bu yoqda bunisini ochganimga ustini 4 kun bo'ldi где-то. Mana bunisi 3 kun bo'ldi endi. Birin-ketin kelyapti. Holati yaxshi yomon. Mana bugun kechga mana bizni ochishni boshladi. Kechqurun boshlangan o'zi bu. Sekin-sekin ochib, issiq o'rgatib jo'natamiz. Batareyasi yo'q, xudo xolasa 90%, 95% olib turibdi. Bu issiqlik evaziga sasat batarya bo'lyapti. Issiqxona tagida kinoklarini ochib tashladim endi. Setkasiga qolibdi 75, ustida 55%lik setka turibdi. Limonlarimiz ham sovyotni bir issiqda qiynalyapti bular. Sovetsk sirenlarimiz. Tutlarimiz ham qiynalib qoladi. Tutlar qiynalib. Mana ko'chatlarimiz. Bu ko'chatlar sotishga emas, endi ekishga xudo xolasa. Bizim şu albiyonlarımız. Где-то 15-18 ming atrofida ko'chat bor bu yoqda. Dalaga ekishga yer tayyorladik. Xolos mana 3 kunlik issiq o'tsa olaylik. To'xtovchi ekamiz. Ko'chatlarning holati shu. Voy o'tadi. Yulduz yurishlari yaxshi, yomon emas. Yashil massasi ham. Endi salqinib turib erkalanyapti bular. Chekadan ko'rganingizda ham bo'lmasa yashil massasi yaxshi, yomon emas. Gullab ham ketdi bu jonivorlar. Gullab olganda qarangiz. Profilaktikalar qilib, o'z vaqtida profilaktikalarda agrotexnikalari hammasi hasharoti, kasalligi, boshqasi hammasiga o'z vaqtida profilaktika qilib turibmiz. Endi sotuvda yo'q ko'chat paka, endi hammasi ekish uchun xudo xolasa. Joy yetmaganda sonani ikkiga bo'lib qo'ydim mana. Bitta bir stilajim qoldi, bu stilajlar ham olinadi endi. Chunki o'sha ko'proq ochiq maydon, dala ko'payib ketyapti. Endi issiqxona bizga kichiklik qiladi. Endi sekin xulosa planda keyingi issiqxonalar kengaytirish. Bu yerda ko'chatxona vazifasini bajaradi. Narigi issiqxona bunisi